Ularning borligi insonlarga anchadan beri ma'lum edi, ammo ularni hech kim to'g'ridan to'g'ri ko'ra olmagan. Ular yulduzlar, ulkan gaz bulutlari ortida, galaktikalar ichida insoniyat ilmidan pinhon yashiringan. Ular koinotning eng sirli jismlaridan biri bo'lgan qora tuynuklardir. Qora tuynuklarni avvalgi videolarimizda ham ko'p martalab tilga olib o'tganmiz. Ushbu dasturimizda esa fanga ma'lum koinotdagi eng katta qora tuynuklar haqida suhbat yuritamiz. Qora tuynuklarning aniq o'lchamlarini, ularning chegaralari qayerda tugashini aytish qiyin. Chunki qora tuynuklarni ko'z bilan ko'rib kuzata olmaymiz. Qora tuynuklarning bir qancha belgilariga qarab, xususan uning yaqinidagi gravitatsiya maydonining favqulodda kuchliligi va o'z yaqin atrofidagi materiyaga nisbatan noodatiy ulkan tortishish kuchi namoyon qilayotgani kabi belgilarga qarab ularning taxminiy massasini aniqlash mumkin. Qora tuynuklarning hajmi fanda asosan Quyosh massasiga nisbatan o'lchanadi. Quyosh massasi esa qariyb 2 nolilyon kilogrammga teng. Ushbu dasturimizda koinotdagi ayni damda fanga ma'lum bo'lgan eng katta qora tuynuklar o'nligini havola qilamiz. Shu o'rinda shuni ta'kidlab o'tish kerakki, nafaqat ulkan qora tuynuklar reytingi, balki boshqa koinot jismlari reytingi ham tez-tez o'zgarib turadi. Sababi har yili yangi koinot jismlari topiladi. Ba'zan ayrimlari kutilganidan katta yoki kichik bo'lib chiqadi. Shu sababdan eng katta koinot jismlari reytingi tez-tez yangilanib turadi. NGC 4889 Yerdan 300 million yorug'lik yil uzoqligida Veronika sochlari yulduz turkumi yo'nalishida joylashgan NGC 4889 nomli elliptik galaktika markazida joylashgan shu nomdagi qora tuynuk Quyoshimizdan taxminan 21 milliard martaga og'ir. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu qora tuynukning diametri 67,5 milliard kilometr atrofida. Bu esa Quyoshdan Neptun orbitasigacha bo'lgan masofadan 15 martaga ko'p. APM 08279+5255. Ushbu qora tuynuk bizdan 12 milliard yorug'lik yil uzoqligida Slowson yulduz turkumi yo'nalishida joylashgan. Massasi 23 milliard Quyosh massasiga teng. Ushbu qora tuynuk atrofidagi molekulyar disk tezligiga asoslangan ma'lumotlarga ko'ra, uning massasi kutilganidan 2 martaga yengil bo'lishi ham mumkin. Bu qora tuynuk olimlarning diqqatini tortadigan yana bir tarafi shuki, ushbu qora tuynuk atrofidagi tumanliklarda ulkan hajmli suv bulutlari mavjud. Taxminlarga ko'ra, ushbu suvlik Yerdagi barcha okean suvlaridan 140 trillion martaga ko'p. APM 08279+5255 qora tuynugi atrofidagi kvazardan taralayotgan energiyaning asosini suv bug'lari tashkil qiladi. Bu suv bug'lari yuzlab yorug'lik yili kengligidagi maydonni qamrab olgan. NGC 6166 Yerdan 125 megaparsek yoxud 490 million yorug'lik yil uzoqligida Gerkules yulduz turkumi yo'nalishida joylashgan NGC 6166 galaktikasi markazida joylashgan qora tuynuk. Ushbu qora tuynuk massasi 30 milliard Quyosh massasiga teng. U har yili 200 ta Quyosh massasiga teng materiyani yutib yuboradi va koinotga katta miqdordagi energiyani taratadi. Shu sababdan NGC 6166 galaktikasi koinotdagi eng yorqin galaktikalardan biriga aylangan. H 1821+643
Bu qora tuynuk bizdan 3,5 milliard yorug'lik yil uzoqligida Ajdarho yulduz turkumi yo'nalishida joylashgan. Massasi 30 milliard quyosh massasiga teng. Uning voqealar gorizonti chegarasining diametri 1150 astronomik birlik atrofida. Bu quyoshdan Pluton orbitasigacha bo'lgan masofadan 14 martaga katta. Qora tuynuklar qanchalik katta hajmga va og'irlikka ega bo'lsa, undagi zichlik kamayib boraveradi. Misol uchun H1821-643 qora tuynugidagi zichlik 22 gram metr kub atrofida, ya'ni undagi zichlik Yerdagi havoning zichligidan ham past. Qora tuynuklar o'zlaridan nur taratmaydi. Shuning uchun ularni bevosita kuzatishning imkoni yo'q va qora tuynuklar haqida aniq ma'lumotlar juda oz. Shu sababdan qora tuynuklarga aniq nom ham berilmagan va mana shunday uzun sifrlar bilan belgilangan. Ushbu uzun nomli qora tuynuk topilganiga bir necha yil bo'ldi. Shu sababdan u haqida ma'lumotlar juda oz. Uning massasi 31 milliard quyosh massasiga teng deb taxmin qilinmoqda. Reytingimizni yana bir uzun sifrlar bilan nomlangan qora tuynuk bilan davom ettiramiz. Qisqacha J2157-3602 nomi bilan ham ataluvchi ushbu qora tuynuk Janubiy baliqlar yulduz turkumi yo'nalishida bizdan 12 milliard yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. 2020-yilda to'plangan ma'lumotlarga ko'ra, bu qora tuynuk ayni paytda fanga ma'lum eng katta qora tuynuklar ichida o'ta tez yiriklashayotgan qora tuynuk hisoblanadi. Uning og'irligi 34 milliard quyosh massasiga teng. Bu qora tuynuk 2018-yili Avstraliya Milliy universiteti observatoriyasi xodimlari tomonidan aniqlangan. Ushbu qora tuynukni qurshab turgan kvazar o'zi joylashgan galaktikaning boshqa qismidan 10,000 martagacha yorug'. S5014+85 bu kvazar Cephei yulduz turkumi yo'nalishida bizdan 12 milliard yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. Swift kosmik apparati tomonidan 2009-yilda olingan ma'lumotlarga ko'ra, bu kvazar markazida joylashgan qora tuynuk 40 milliard quyosh massasiga ega ekanligi aniqlandi. Uning kattaligi Somon yo'li markazida joylashgan qora tuynukdan taxminan 10,000 martaga katta. Ma'lumot uchun aytadigan bo'lsak, Somon yo'li galaktikasi markazidagi qora tuynuk o'rta hisobda 4 million quyosh massasiga ega. Astronomlarning hisob-kitoblariga ko'ra, S5014+85 qora tuynugining diametri taxminan 237 milliard kilometr atrofida. Bu masofani yorug'lik 9 yer sutkasida bosib o'tishi mumkin. Bu qora tuynuk koinotdagi eng katta qora tuynuklardan biri bo'lsa-da, undagi zichlik bor yo'g'i 11 gram metr kubni tashkil qiladi. IC1101 o'z bag'riga 100 trilliondan ortiq yulduzlarni jamlagan IC1101 galaktikasi koinotdagi eng katta galaktika sanaladi. Uning markazida joylashgan qora tuynuk esa kamida 40 milliard quyosh massasiga ega deya taxmin qilinadi. Astronomlarning fikricha, bu qora tuynuk massasi 100 milliard quyosh massasiga teng ham bo'lishi mumkin. Bu qora tuynuk bizdan 1 milliard yorug'lik yil uzoqligida joylashgan. Holmberg 15A Yevropa kosmik agentligiga qarashli juda katta teleskopdan foydalanuvchi astronomlar Abell 85 galaktikalar to'dasidagi Holmberg 15A nomli galaktika markazida ultramassiv qora tuynukni aniqlashdi. Yevropa kosmik agentligi astronomlari Yerdan 700 million yorug'lik yil uzoqligida joylashgan ushbu qora tuynuk massasini 40 milliard quyosh massasiga teng deb e'tirof etishdi.
Ammo Max Planck ilmiy markazi olimlarining taxminicha, Hollenberg 15A qora tuynugining og'irligi 150 milliard quyosh massasidan 310 milliard quyosh massasigacha bo'lishi mumkin. Lekin bu hozircha taxmin bo'lib turibdi xolos. Ton 618 mohiyatan kvazar bo'lgan, Yerdan 10,3 milliard yorug'lik yil uzoqligida joylashgan Ton 618 qora tuynugi ayni vaqtdagi fanga ma'lum qora tuynuklar ichida rasman e'tirof etilgan eng katta qora tuynuk hisoblanadi. Bu kvazar 1957-yili Meksikadagi Tonantzila rasadxonasi olimlari tomonidan oq karlik yulduzlarini izlash jarayonida topilgan. O'sha vaqtlarda noma'lum bo'lgan bu samo jismi asli kvazar ekanligi 1963-yilga kelib ma'lum bo'lgan. Bugungi kundagi zamonaviy teleskoplar yordamida olingan ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, Ton 618 o'ta yorqin kvazar bo'lib, u quyoshimizdan 140 trillion martaga yorqin. Uning markazida joylashgan ultramassiv qora tuynuk esa 66 milliard quyosh massasiga teng. Ton 618 qora tuynugi atrofidagi gazlar aktsion disk ko'rinishida harakatlanadi. Bu disk bo'ylab harakatlanayotgan materiyaning tezligi 7000 km/sekundni tashkil qiladi. Biz yuqorida keltirgan ma'lumotlar astrofizik olimlarning fizik va matematik hisob-kitoblari bo'yicha bildirilgan taxminiy nazariyalariga asoslangan. Umuman olganda, koinot ilmi taxminlarga va nazariyalarga asoslanadi. Shu sababdan biz aytgan ma'lumotlar sizning shaxsiy ilmingiz va dunyoviy tushunchangizga mos kelmasligi mumkin. Shuningdek, ushbu reyting insoniyat ilmiga ma'lum eng ulkan qora tuynuklar ro'yxatidan olingan. Koinotda esa insoniyat ilmiga mavhum. Biz yuqorida sanab o'tgan qora tuynuklardan-da ulkan qora tuynuklar ham bo'lishi mumkin. Shuning bilan videomizga ham yakun yasaymiz. Videomiz manzur bo'lgan bo'lsa, like bosishni unutmang. Qandaydir fikr mulohazalaringiz yoki takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Kanalimizga obuna bo'ling va yangi videolarimizni o'tkazib yubormang. Barchangizga xush kayfiyat tilagan holda keyingi videolarimizda ko'rishguncha deb qolamiz.